foydalanib daromad qila olmasdan sotayotganingiz yo'q, xudo yo'q. xolasa. Mana o'zi ko'chat yetib turibdi. Ko'rmaligini mana. Kurtlar, mevali kurtlar turibdi-da. O'shada biz uyimiz Oltiariqda sentrida o'zi. Shu ulgurmayapti, aqda ham bog'lar bor, uzun bog'lar, ulardan ortiqcha bo'lmayapti. Baqa kesam aqdagi bog'lar qolib ketyapti, shunaqa bo'lib qolyapti. Nihoyat endi o'tiraveramizda endi. Maydoni qancha? 2 gektardan oshiq, 2 gektardan 20 soting. 20 chicha qilman. Qancha? Qancha o'tib berdingiz? 18 berishyapsiz. 15 ga rozimisiz, Borbar aka? 15 ga. Qo'shishadi unga. 18. Ha, 18 turibsiz. 15 ga baraka qilib yuboring lekin. Akalar bitta lak bosib yuboringlar, 15 ga 2 gektar. Farg'ona tumani Qo'rg'ontepa mahallasi hududida. Keladi, qishda suv keladimi, oqava suv keladimi? Keladi, ha. Xo'p, drenaji bormi? Drenaji bor. Necha kishining o'rtasida? 3 kishi, amakimlar ular. Ular ham shu yerda xabari bor shu. Ulushlar, ha? 3 dan biri shuniki hisobda. Faqat 6 gektar yerga oqadi xolos. Postoyanniy oqadi suv. Boshqa egasi yo'q bu drenajda. O'zimiz xudo xolos. Toklar tortilib kelgan qonuniy hamma. Ha, transformator hamma yo'g'i bor. Bog'dorchilik, fermer xo'jaligi hujjatlari joyida. Ha, bundan muammosi yo'q. Bog' sotiladi, yer emas. Bog' sotiladi, xo'p. Mehnat sotamizda. Bog' 50 yillik hujjati bor bog'dorchilikka, to'g'rimi? Kadastrlari hamma 15 ga bo'lmaydimi? Qo'shishadi unga aka. 15 ga bo'lmaydi. 18 da qattiq turib olmaysiz lekin. Ha, bo'ldi. O'tib berasiz lekin. Bo'ldi. Dadam bir so'rab qo'yman men. Xudo xolasa. Bo'ldi, gap yo'q. Barakasini bersin. Xudo xolasa. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Farg'ona tumani Qo'rg'ontepa qishlog'idamiz. Azamjon akam bog'larini sotmoqchi ekan, 2 gektarda joylashgan, ha, bog'i? 2 gektardan oshiqroq. 2 gektardan oshiqroq. Hujjat joyida. Hujjatlar joyida. Nima ekin bor ichida? Bu yerda o'rik bor. Daromga kirgan meva qiladi. Daromad, ha, daromad. Bular yangilar. 10 qatori bir yil daromad berdi allaqancha. Oq yiltirab o'rigida. Ha. Oq qancha yiltirab, ha? Men o'zim misoldan ichki bozorga bu yerdan terib berdim. 10 ming so'mdan mana shu yerdan o'zidan terib olib ketishdi. Ichki bozorga 10 ming so'mdan. Ha, endi birinchi yil hosilasi. Birinchi yil, ha. Buni allaqancha yashqi tayinlaydigan ko'p emas edi. Shuni olib ketishdi. Hozir endi misoldan ana yerda 5 qatori erta pishirilgan mayski o'rik. 5 qator deganingizda mayski nechta tup endi? Bu bor 130 tupmiga shunaqa bor. Hozir o'sha mayski o'rigimiz bor-ku. Kattaligi qaysi biri? Qaysi birlarini aytyapsiz? Ana shu yerda 5 qator, ular kattaroq. Katta-katta. Ular ham misoldan unaqa nima emas. Yaxshi ko'chatlar, o'zimiz Quvadan borib, dadamning oshnalaridan olib kelganmiz. Yaxshi, unaqa hijolatsiz. Ko'chatlarga garantiya berishgan. Endi xo'p. Narxini aytamiz boshidan oxirigacha, ha? Lekin bitta narsada nima uchun sotilyapti? Bu darom qila olmayapsizmi, to'g'risi? Yo, daromad sotilyaptimi? Daromad beryapti. Daromadi bormi? Bor. Siz haligi, misol uchun, batni foydalanib daromad qila olmasdan sotayotganingiz yo'q, xudo xolasa. Mana o'zi ko'chat yetib turibdi. Ko'rmaligini mana. Ko'chat, mevali kurtlar turibdi-da. O'shada bular unaqa nima bas. Faqat biz ikkita o'g'ilmiz. Ukam o'qishga kirgan, Rossiyada o'qiydi. Stomatologiyada. Umuman bunaqa narsalarga bo'lmayapti. Hozir fursat yo'qligi uchun achinib shu holatda qolmasin, qaraydigan odamga beraylik. Biz uyimiz Oltiariqda sentrida o'zi. Shu ulgurmayapti, aqda ham bog'lar bor, uzun bog'lar, ulardan ortiqcha bo'lmayapti. Baqa kesam aqdagi bog'lar qolib ketyapti, shunaqa bo'lib qolyapti. Zichcha shunaqa vaqti qiz bo'lib qolyapti. Ha, yaxshi. Akalar, xullas, bularda o'zlarining vaqti bo'lmaganligi uchun 2 gektar tayyor daromga kirgan. Xudo xolasa, buylam mana sotilibdi mevalari. 2 xil o'rigimiz bor, ha? Undan tashqari yana qanaqa mevalarimiz? Yo'lchi o'rigimiz ham bor. Yo'lchi o'rigi ham 3 xilmi? Yo'lchi nechta tup atrofda? Qilichi o'rigimiz ham bor. Qilichi o'rigi. O'rikda xullas aslan bitta shunaqa. Hozir 2 gektar bog' bor-ku, necha qator? 15 qator. 15 qator, ha? 15 qator. 15 qator. Uzuni 300 metrga borib qoladi. 300 metrga borib qoladi. Mana shu oldi tomoni bir 100 metrcha joy shu oq yiltiroq o'rikdan. Ha. Bir 50 metrdan oshiqroq joy, ya'ni o'rtalari yo'lchi o'rik. U past tomonlarimiz, ular qilich o'rik. Yo'lchini quritsa bo'ladigan bargak, endi bizda chimyon, qonqizliklar bargak qilishga ishqoz bo'ladi. Ha, xuddi shunaqa. Shu Qo'rg'ontepa xalqiga ham tushirsa kerak. Yaqin ham. Suv ham mashitdan keladi. Hozir demak, bu yog'i Qo'rg'ontepa qishlog'i, bu yog'i Bo'rbonlar. Rosa burilmani o'rtasida. O'rtasida. Suv sug'orilibdi, namakana yer. Ha, sug'orib turiladi. O'zining drenaji bor. Drenaj bor. Drenajda hujjatlari, elektri, hisob raqami bor. Buzilib bo'lsa, nimasi ham bor. Servisi ham bor. Servis xizmati ham bor. Servisi ham bor ularda. Hozir alohida tepa tortilgan 3 kishining o'rtasida. 3 kishi, ha. 6 gektarga shu 6 gektarga, ha. 6 gektar joyga shu drenaj tushib turadi. Suv yozda tinmaydi. Qish kunida shu Qo'rg'ontepadan suv keladi.
Shu masjidda bog'bonlar bilan murosa qilib kelsa bo'ladi. Unaqa ja qiyin emas u. Qishda endi 2 marta bostirib sug'arsa, yozlarda chanqamaydi hisobda. Yaxshi joy. 2 gektarlik bog'ni bahosi qancha deyapmiz endi? Endi aytib qo'yaylik to'g'risini. Endi hayronman-da. 18 dan o'tib beramiz. 18 dan o'tib berasiz. O'tib beramiz. Qattiq turib olmaysiz, xudo xolasa. Dehqonchilik narsa, o'tib berasiz, xudo xolasa. Mehnatimiz-da endi, ozgina mehnatimiz bor shunda. Shu mehnatimizni sotamiz. Shata tirikchilik qilaman, mehnat qilaman, qarayman, yaxshi qarayman degan odamga o'tib berasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Albatta, layklarni bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Farg'ona tumani Qo'rg'ontepada, Bo'ribonliq va Qo'rg'ontepani o'rtasidagi bog', 2 gektarlik bog' sotiladi. 18 ming kam bor ekan. Quyidagi telefon raqamlarga telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar.